Thank you. Okay, nimdaydi? Voy rahmat. Thank you. Endi taklif qilganda ekan, endi bir so'yiga usta ko'rishgan nima desam, rahmat. Adab o'ziniki minnatdorlikni bildirish, nima? Thank you. Okay. Look. Okay, endi nima? Qarang. Okay, look. Look. Qarang shunami? Okay. Here it is. Xo'sh. Ana here it is. Here you are. Deganimiz nima aytay? Mana. Demakchi, bir narsani boshqalarga sunganda, boshqalarga ko'rsatganda here you are shunami? Masalan, here it is o'rniga here you are desak mana desam bo'ladi. Agar endi bir narsani here it is, demakchi it is here. It is it deganni ko'rsatib misharika nima desanglar, ash ko'ynak shu. It is here. Demakchi u bo'lsa mana. Demakchi bir narsani bir tal narsani mana deb ko'rsatdi-ku. Endi mana tavjong juda qo'yamiz ta'tu jumla. Arab nima desanglar here ni oldiga qulaylik bo'lsin uchun yutkib oldi. Shuning bilan nima here it is bo'ldi bu. Aslida o'zcha shakli it is here. Janalmalla it is here. Endi mana ko'plik bo'lib qolsa, bir necha narsa bo'lib qolsa-chi. Here they are. Demakchi they are here degan gap bo'ldi. Here they are. Okay, here they are but mana bular. Deb endi ko'p narsani ko'rsatdilar. Ko'p narsani ko'rsatdilar. Here it is mana. Okay, mana desnim debdi. Okay, it's a nice dress. Nim debdi. Wow, u bo'z intayin bir chiroyli, baland bir ko'ylak ekan. It is a nice dress. Okay. It's very smart. Okay. It is u bo'lsa very nihayti smart, nihayti go'zal ekan, nihayti chiroyli ekan, nihayti yarashimli ekan. Tushunami? It is very smart. O intan yarashimli ekan. Okay. My hat's new too. Debdi. Why, meni shlapam yangi debdi, tushunami? Okay, my hat's. Yana bir narsa nima yangi aytib Allah? Uningki dress shunami? New dress shunami? My hat's new too. Okay. Desa, and what color is it? What color is it? Uning rangi nima? What color is it? Desa, it's the same color. Okay. The same color. And then the same color degan nima? Desa, o'xshash rangda. Okay. And the same deganimiz o'xshash, color deganimiz nima? Desa, rang. The same color, o'xshash rangda. O'xshash rangda. Okay, demakchi umuman nimaga yeshil rang ekan. It's green too. Shunami? U bo'lsa qanday rangda? Yeshil rangda. It's green too. Umi yeshil rangda. Okay, that is a lovely hat. Okay, nima debdi? Wow, o degan bek bir xil nihoyatda chiroyli shlap ekan. That is a lovely hat. Lovely hat. Okay, lovely mikan bolalar? Xo'sh jamsa, shu bugungi darsimizniki muhim bo'lgan bir grammatika shortsa qarab boqaylik. Grammar letter. On a further note on the text. Endi qaranglar shu yerdagi muhim nuqtalarga. Masalan, bunada it's the same color. Okay? And the same. Okay, and the same shu yerdagi bir tal article bor, the. Okay? The degan bilan billa qanday qilinadi desanglar kelgan gap. Okay, hamda the. Endi misharika the deganni hamda ko'rsatayotgan nima desanglar, shu article bo'ladi, hamda bu the same. Demak shu odatda shu ismlarning oldida shu sifat bo'lganda shu t'ni billa kelib hamda bir turdagi bir o'xshash, birdek degan ma'noni bildiradi. Masalan, the two boys of the same age. Okay, nima bu ikki o'g'il bola nima desanglar, o'xshash yoshda, the same age. Yoki nima we live in the same city. Biz o'xshash bir shaharda qanday qilamiz, turamiz yoki nima yashaymiz. Okay? Masalan, it's a lovely hat. Endi bu shaharga that is a lovely hat. Demak, endi bu yerga that is u bo'lsa, nima desanglar, aytib bir o'moq shlap ekan, tushunami? Okay. Endi bu shaharga shu is manda yanto yozilgan nima bu that is a lovely hat. Demakchi bir nimani ifodalaydi desanglar, texam bir kuchab, stress ifodalab demakchi o'zining his tuyg'usini qanday desanglar ifodalashda nima qilindi. Okay? Amsa qaranglar. Arabda article degan nima? Yana article Uyg'ur tilida bir yo'q so'z turgan bo'ldi buni.
Endi bu ingliz tillarida ko'p ishlatilgan so'z turkumlaridan biri bo'lib, endi artikellar o'z oldiga mustaqil ishlatilmaydi, ham jumla bo'ligi bo'lolmaydi. U faqat ism ham ismni aniqlab kelgan sifat va sifatdashni oldirib kelib, ma'no ifodalashga yordam beradi. Okay. Endi shu sifat va sifatdash dedik, savolashlarimiz qaranglar. Masalan, article deganda masalan the yoki an yoki a, tushunami? Endi bu masalan city deydi, tushunami? The big city yoki the city yoki a city degandakcha. Xo'sh, endi qaranglar, shu an yoki a yoki anning ishlatilishi. A yoki an nimaga ishlatiladi desanglar, odatda buning ma'nosi bir degan gap savolashlar. Bir degan gap. Odatda shu so'z beshi. Masalan, ko'pincha shu sanig'ini bo'ldigan ismlarning oldiga keladi. Onun ekanında bu şu sanığını bulduğu isimlarni o'rtaq ism, xos ism deb bo'linadi. O'rtaq ism deganimiz nima desanglar? Masalan, hamma narsaga shu bir turdagi narsalarning o'rtaq ismi, masalan, kitob. Kitob desak, endi bu dunyoda nurg'un kitoblar bor, har xil kitoblar bor. Shularning ham o'rtaq shu nimaga aytadi? Masalan, millionlagan kitob bo'lgan bo'lsa, shu hammasini ko'rsatgan gap kitob deganimiz. Endi bu yerga bu bo'lsa bir kitob desak, shu bir tal narsani ko'rsatamiz ku endi bu yerga. Demak, endi dunyoda hamma kitob emas. Şunga müşaraka, this is a book deymiz. This is a book. Demek endi şu, mesela a pen, a book, a car, a cat. Okay, a car degan pickup, a cat degan bir mushuk, a man degan bir akshi, a boy degan bir o'g'il bola, a television degan bir televizor, a new hat deganimiz bir yangi shlapa, a hot day, bir issiq kun. Mesela that is a new hat. U bo'lsa nima desanglar, bir yangi shlapa. Mesela it's a cat. U bo'lsa nima desanglar, bir mushuk. Yana this is a car. Bu bo'lsa nima desanglar, mashina. Yana shu en var nima desanglar, so'z beshi. So'zdan beshi keladi. Yana odatda shu so'zdan beshi. Yani şu bir ismninki tunji harfi yoki sifatning tunji harfi so'zliq tovush harfi bilan boshlangan bo'lsa, shuningga qanday qilmaymiz desanglar, shu talaffuz qilgan so'zliq tovush bilan boshlanish kerak. Bo'lsa, undan shuningga anni qilamiz. Masalan, so'zliq tovush degan a e I o u, shunami? Masalan, an egg, an apple, an orange, an eraser. Eraser deganimiz o'chagich, an umbrella, küllük, an English book. Endi bu yerga bookning b so'zliq tovush harfi emas. Lekin endi bu yerga sifat, yoki bu sifatdash oldir ekan, nima desanglar, e bilan boshlandi, shunga an English book, an old man, shunami? Degandek. Masalan, this is an eraser. Bu bo'lsa bir o'chagich. That is an old man. U bo'lsa bir yashangan kishi. Now, it is an English book. U bo'lsa bir nima? Ingliz tili kitob. Okay. Undan keyin yana bir ahvolda savolashlar, masalan, nimaga ishlatildi desanglar, masalan, bir shay yoki shu shayga munosabatli shayni birinchi qatim tilga olganda yoki an ishlatiladi. Endi ikkinchi qatim tilga olganda nima ishlatildi desanglar, the ishlatildi. Masalan, men tunugun uyga ketib berib, yo'lda bir ishni ko'rdim. I saw a dog. Bir ishni ko'rdim. Yo, yeliq ish degan yaman yo'g'on ekan, The dog. Okay. Demakchi misharga the dog deganimiz yeliqi. Demakchi misharga the degan article nima desam, yeliq ish bo'lsa was nima? Yo'g'on ekan, bu qop qor ekan. The dog was black. Yeliq ish qanday ekan desanglar, qor ekan. Demek endi misharga deganimiz endi shu bir deganni bildirgan bo'lsa, makeynniki the deganimiz nima desanglar, shu yeliqi. İngilizcedeki yeliqi degan ma'nosini bildiradi. Okay. Masalan, ismlarni oldida sifat kelganda ularni oldida ishlatiladi. Masalan, the new street, the old building, the Chinese class degandekcha. Demak, endi bu ismlarni oldida sifat kelganda shuni nimani ishlatilganmiz? The-ni ishlatilganmiz. Tushundingizmi? Okay. The new street, the old building, the Chinese chess. Nima desanglar, Chinese chess deganimiz hamda Jungocha shaxmat. Shaxmat. Okay, old building deganimiz shu kona bina. Hamda new street bo'lsa yangi ko'cha, yangi ko'cha. Demak, hamda mishara savolashlar, nima ishlatdi desanglar,
Şu dön işletti. Demekçe the same color. Color degan ism emasmi? Simlarni sifat kelsa, ya'ni nimani ishlatganmiz? The article ishlatganmiz. Xo'sh. And we have grammar in here. And what color? Okay. And the moshunga o'xshash savol jumlalar qaranglar. What color is Anna's hat? Okay. And what color is Anna's hat? Demekçe Annaninki shlapsniki rengi nima? Tushunami? Buni o'rganib bo'ldik, tushunami? And what color is Helen's dog? And that Helenning ishtlarininki rengi nima? And misharga what color is Helen's dog? Degan mushimligi ma birinchisi qisqartirilgan asli nimasi? Shu BP'ni ko'rsatadi. Ikkinchisi nimasi? Egilik kelishning qo'shimchasi nang deganni bildirdi. Amash qisni aralashtirib o'tmanglar. Masalan, what color is Helen's dog? And what color is your shirt? And this is in ko'yiningizning rangimi? What color is your shirt? Yoki what color is it? Uning rangi nima? What color is it? Okay, naqta qaranglar savolashlar. Undan sirtamda biz shu ingliz tilidagi shu buyruqni, taklifni, o'tinishni ifodalaydigan bir necha jumla shakllari bor. Masalan, buyruq jumla, masalan, follow me. Follow degan action, follow me deganimiz menga action. Endi buningdagi igisi qanday desanlar, yoshirin kelgan bo'ldi. Masalan, you follow me demaymiz. You deganimiz hamda yoshirin kelgan. Biz Uyg'ur tilida o'rningizdan turing. Hargizmi siz o'rningizdan turing deb ketmaymiz odatda. Shu o'rningizdan turing desak ham kifoya. Demak, shunga o'xshash hamda buyruq jumla. Odatda shu o'tinishni ifodalaydigan jumla. Masalan, shut the door please, eshikni taqang, tushunami? Look out. Nima degan gap? Diqqat qiling. Masalan, yo'lda o'tgan, hey look out. Diqqat qiling. Diqqat qiling. Tushunami? Okay. Undan keyin mushara, shunda buyruq jumlalari yana birga and, o'rtadagi and ishlatilishi. Okay, and ishlatilishi. Anda bu yerga bu and nimaga ishlatilgan deganda, odatda shu to bilan asosan qanday desanlar o'xshash. Endi bu yerga come, see deb bormasmi? Come, see ikki tal nima desanlar feel bor. Endi ikki feel ingliz tilida hargizmi birga kelinmaydi. Shunga endi bu yerga and ishlatilgan. Yoki nima desanlar aniqsizlik holatda to ni ishlatdik. Demakchi to shu g'aqaga kashina masalan ko'rishga demakchi bu ikkisini ifodaлаганда hamda chiqib ko'rang degan gap bor hamda. Demak hamcha to ni ishlatganga barobar. Chunki ikki fe'l bir yo'l kelishga bo'lmaydi. Undan keyin ma to aniqsizlik holati keldi. Bu yana birga maqsad ifodalaydi. Alright, undan keyin yana bir ahvol nima desanlar, shu buyruq jumlalariga ikki buyruq jumla bir yo'l kelsa. Masalan nima desanlar, come here. Yani şöyle sanlar, see this new dress. Ama maşkilis hem de iki cümle. Arada İngiliz tilde iki fiilni bir yak koyashga bo'lmaydi. Endi bir yak qo'ymaganda nima qilish kerak desanlar, buningga o'tirga tuni qatish kerak. Lekin hamda ma jumlalarga hamda qanday desanlar, hamda bu tuni qatsak bo'lmaydi, qatmaymiz. Demak hamda buningga kelgan narsa nima desanlar, come and see this goldfish. Okay, endi mana goldfish degan oltin baliq shunami? Kelganda bu oltin baliqni ko'ring degan gap, shunami? Demakchi hamda kelib ko'ring degan gap. Demakchi shu ikkisini bog'lash rolini o'ynaydi, shunami? Shu and degan hamda ishga shunga o'xshash buyruq jumlalarni o'tirib kelganda billa qo'shib o'tmoqchi bo'lganda and ishlatamiz. Agar endi bu harakat to okay. Agar to ishlasak nima bo'ldi desanlar, to ma'ni ko'rish uchun yakkilang degan ma'ni bildirdi. Ko'rish uchun yakkilang degan ma'ni bildirdi. Demak, hamda ishga buyruq jumla qilganda o'tirgan and qat'iy o'tamiz. Masalan, go and buy yourself a new pair of shoes. Okay, nima desanlar, bering. Berib qanday qiling? O'zingizga bir yangi bir jup oyoq setib oling. Tushunami? Setib oling. Ana wait and see, hamda saqlang. Wait and see and qarab beqing, tushunami? Degan gapda shu ishga jumla. Demak, endi bu shunga kelganda intayin diqqat qilinglar. Shu bular ishki buyruq jumlalarni kelganda shuni qilgan gap. All right guys, that's all for today and see you next time. Goodbye.